Cebrail aleyhisselam kelib aytganda meni ummatlarim bir hafta qolganda ham g'aflatda yuradiganlari bo'ladi. Voy, o'limimga bir hafta qolganda ham tavba qilayin, namoz o'qib tavba qilay demaydi. Shunda Cebrail aleyhisselamga Alloh aytdi, aytgin Habibimga g'ara kelguncha tavba qilsa kechaman. Pensiyaga chiqqanda namoz o'qiyman deydiganlar ana. Hey, soch oqaribdi, hali namoz o'qimaydi, ota bo'pti namoz o'qimaydi, nevara ko'ribdi namoz o'qimaydi. Tavba, namoz o'qiydi degani bu tavba qilish kerak. Tavbani bu yotib olib, Xudoyo tavba deb qorinni silab, Xudo o'zing kechirdi emas. Tavbani ibodat bilan qiladi, namoz bilan.